Azizlar, biz Saratovimizda o'sha archa bezatmoqda. Prospektda. Yangi yil kelyapti, havosi kelyapti. Azizlar, mana bu orqamdagi hammasi studentlarning общагалari. Mana necha etaj? 3 6 9 10 etajli. Mana shu institutning, yurfakning, keyin ped fakultetning, iностранный языкning o'lasi orqasida mana shunaqa bu bitta korpusi. Va shunaqa korpusdan 10 tami 15 ta o'quvchilarga hozir mana 17-korpusning oldidan o'tyapman. 17-korpus. Endi ko'rinishi kichkina, eskida endi 100 yillik universitet. Azizlar, bir dars nima o'tdik? Rus tili darsini o'tdik. Rus tili darsida izborni tanlangan deydi-yu, tanlangan o'quvchilar keldik. Har bir gruppadan bittadan yurfakdan 2 tamiz o'zim turkman bola bilan va menejmentda turkman bolalar keldi. Kamchilik dars tez bir para, bizniki bir para edi. Ulardaki 2 para. Barani o'tdik-da. Shuman o'qituvchimiz pataya berdi. Sekin turdik keyin. Biz turdik. Ya'ni ruxsat berdi, bo'ldi-da. Endi darsimiz tugadi. Va qolgan darslarimiz bugun atmayin bo'lgan. O'qituvchi elektronda jo'nataman degan mazasi qochib qolibdi sal. Endi qishloqqa-da azizlar. Erta tugadi, erta qishloqqa borsangiz, endi qishloqdan video qilamiz, xudo xolsa. Shunday o'qish 2-kursdan keyin maza qilib olasiz. 1-kursda endi sal shovqinlarga, salaliga darslar jipislashgan bo'ladi ko'p darslarda. Bugun nimani bildim? Ingliz tilidan, hatto bizning Saratovda fransuz tilidan ham dars o'tar ekan. Fransuz tilida ham, to есть bizda ko'p afrikalik bolalar ruschada qiynalibdi. 1 yildan beri o'zlashtira olmabdi endi ayrimlar va fransuz tilida dars o'tadigan gruppaga o'tibdi. Ko'pchilik fransuz tili, ingliz tilida institutlarda tugallab ketyapti. Agar siz ham ingliz tilini zo'r bilaman desangiz, agar mabodo o'shanaqa gruppalarda bitirsa ham bo'ladi. Darsni fransuz va ingliz tillarida o'tadi. Butun bor darslar. Shunday da azizlar.